Leksimizin devamını sözleyeyim, hürmetli vatandaş bugün çisağa 2025 yıl 2. ayının 18. günü. Haftaki Seyşembe vatandaşım. Yukarı leksiyelerimizde şunçilik anladınız, endilikte başka leksiyelerimizge müracaat kılaylı. Mavzumunda vatandaş, Amerika Qo'shma Shtatlarının Amerika Jungo münasebeti to'g'risidagi bayonlarida 3 o'rinda tilga ilingan so'zlar do'stona bo'lmaganlikning ifodasidir. Mavzuli xabar 2. ayning 17. kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi torbat ramka mazmunlarini til yangilaganda bat yuzida Jungo xalqaro tashkilotlarni og'dirish va o'lchamlik belgilash, og'dirishni kontrol qilishga urinyotidi deb ko'rsatildi. Ko'rsatildi. Cümleden Birleşken Devletler Teşkilatı'nın her xil raylar munberide ve bütün yer şarı boyunca Jungo'nun nişanını ilgiri sürmekte. Bu torbitede yani Amerika Qo'shma Shtatları Devlet Mahkemesi'nin torbitede Jungo Kompartiyası 3 o'rinda tilga ilindi. Bu torbatning qonun nusxalarida bunda ahvol ko'rilmaganda. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi har qaysi illa va rayonlar bilan bo'lgan munosabatlarni muddatlar bo'yicha yangilab turdi. 2. ayning 13. kuni yangilangan torbat yuziga asoslanganda Jungo'ning xalqaro tashkilotlardagi roli ramkasida Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Beijing ko'p yillardan beri Jungo Kompartiya a'zolarini xalqaro tashkilotlarning rahbarlik qatlamiga va boshqa kasbiy xizmatlarga o'rinlashtirish uchun tarbiyalaganda majburlash, yeniga tortish vositalarini qo'llanib, noiti ig'ir kishilik huquqqa xiloflik qilishda mas'uliyatidan o'zini qochirdi. Demak, xalqaro tashkilotlarning vazifa yoki munbarlarini, asosli rayonlar munbarlarini, shular mas'ul munbarlarni tartib olish, qo'lga keltirish jihatda u ixtiyoriy yoki o'zining ta'siri kuchi bilan emas, majburlash, yeniga tortish, hatto o'tirg'i chiqqan bir vaqtlarda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida kimdir bir ayol kishining Jungo'dan para olganligi to'g'risida kishilik huquqi munosabatlik. Mushu masalalarni bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi 2. ayning 13. kuni o'zining to'r betini yangilaganda mushu mazmunlarni yangilab, qistirib, butun jamoatga e'lon qildi. Demak, mushu bir bat yuzi Marco Rubio davlat ishlar kotibi bo'lib, vazifa o'tirgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining Amerika Jungo munosabatini qisqacha tanishtirgan bat yuzi bo'lib hisoblandi. Davlat Mahkamasi mundaq ko'rsatdi. Beijing, Amerika ve Amerika'nın ittifaqdoshlarının ve şeriklerinin menfaatini qurban qilish bedeliga o'zining menfaatini oldiga chiqardi. Xalqaro jamoat so'rildir, xalqaro tartiblar, xalqaro masalan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti markazdagi organ deyli, mushu organda Jungo Kompartiyasining qilayotgan ishlar vatandosh. 2021 yılı 5. ayda Konebat yani Amerika Qo'shma Shtatlari
Devlet Mahkemesi'nin torbeti konibet yüzüge münasimetlik mezmunla bir kadar kısa idi. Fakat köp yıllardan beri Cungo köp taraflık teşkilatlarda bulup mu? Birleşken Devletler Teşkilatı ve her xil rayon karakterlik münberlerde asta köşlük orungu ötti dep körüstilgen. Amerika Cungo münasibetinin umumi taraflarından aytganda yeni bet yüzü nusxasida strategik rekabet Amerika'nın Cungo Amerika münasibetiga muomala qilish ramkisi qilib bekitildi. Ramkisi qilindi. Nima deydi? Amerika Cungo münasibetining umumi taraflaridan aytganda bet yüzü, yani yeni bet yüzü nusxasida strategik rekabet Amerika'nın Cungo Amerika münasibetiga muomala qilish ramkisi qilib bekitildi. Cungo'dan navbatimiz faqat strategik rekabet bosqichida rekabet qilamiz deb bekitildi. Endi bu qadam tor betining yangi bet yüzü nusxasida mundaq ta'kidlandi. Burunqisi koni bet yüzü ekan-juma. Endi bu qadam tor betining yangi bet yüzü nusxasida mundaq ta'kidlandi. Amerika adil baraberlik prinsipiga asoslanib Cungo Amerika münasibetini bertaraf qiladi. Cungo'nun tajovuzchiligini bar kuch bilan cheklaydi. Siyosatning mag'zi mana shu edi vatandosh. Anglanga? Endi bu qatam ma yangidan yangilangan torbeti Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkemasi Cungo Tayvanga munosabatlik torbeti. Juma. Endi bu qatam torbetining yangi bet yüzü nusxasida mundaq ta'kidlandi. Amerika adil baraberlik prinsipiga asoslanib Cungo Amerika munosabatini bertaraf qiladi. Cungo'ning tajovuzchiligini bar kuch bilan cheklaydi. Cungo'ning tajovuzchiligi koni shakllik tajovuzchilik, yangi shakllik tajovuzchilik. Masalan, Uyg'uristonga tajovuz qilishi, Rossiya Stalinning boshlab kirishi, Uyg'uristonga Xitoyning Qizil armiyasini bu koni shakllik tajovuzchilik. Endi bugungi Cungo Kompartiyasining yangi shakllik tajovuzchiligi Panama kanalini kontrol qilish. Panama kanalini kontrol qilish orqali Amerika Qo'shma Shtatlarining bu rayondagi harbiy kuch ta'siriga taqobil turish. Shundaqla Panama kanalini kontrol qilish badaliga Tayvan orolini qo'lga keltirish. Bu Cungo Kompartiyasining navbatdagi tajovuzchiligi. Shundaqla Cungo Kompartiyasining Latin Amerikasiga qaratgan siyosati bir yo'l, bir belbog' siyosatini Latin Amerikasiga elib kirish. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining orqa o'ylisida Latin Amerikasida terilish, Cungo Kompartiyasining terilishini qo'lga keltirish. Shuning bilan ikkinchi qadamda yoki birinchi qadamda O'rta Osiyoga Rossiya, Ukraina urushi bilan apilishib, ojizlashgan shunday kunlarda Cungo Kompartiyasi o'zining armiyasining kuchini, masalan, Tojikiston darbiy baza qurgandek, masalan, uni savdo tijorat yo'li bilan dollarning kuchi bilan O'rta Osiyoga singib kirish va O'rta Osiyo jamiyatida, O'rta Osiyo bozorida va O'rta Osiyo siyosatida bir yo'l, bir belbog' siyosatini bozorga solish va shundaqla atalmış Shanxay hamkorlik tashkiloti orqali butun O'rta Osiyoni kontrol qilish. Amaliyotda Shanxay hamkorlik tashkiloti Uyg'ur millatchilariga, Uyg'ur vatanparvarlariga, Uyg'urning qahramonlariga va yoki Uyg'urning demokratik uyg'onishiga, Uyg'urning demokratik shaxsiyatchilik bilan o'rnidan dast turishiga
qarıştırışdan kurup çıkılgan Şanghay Hamkarlık Teşkilatı. Muşulanın hemmisi yeni ve konu şekillik Xitay Kompartiyasının tecavüzçılığı hareketlerdir. Fiyade endi Amerika Koşmuş Ştatları davatıdır ki çünkü Amerika münasebetini yeni bet nuskısı dedi Amerika adil rekabet. Adil rekabet o ki kanun, iki devletin kanun yol koygan dairesidir rekabetleşir. Beraberlik. Çünkü sen hem beraberlik orunda. İki devlet okşaşlık orunda. Sen devlet, men devlet orunda. Muamele kılış. Lekin Cungu'nun tecavüzçülüğüne bar küçülen teşkilleş. Oy, kişiranlar. Cungu'nun tecavüzçülüğüne bar küçülen çekleş. Bu ketim 2. ayının 13. günü Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi'nin tor betlerini yenilaş momenti de peyti de Cungu'yu ve Tayvan'ga qaratkan siyaset ramkısıga kirgizilgen yeni mezmunun bir kısmı ve yeki bir cümle kısmı Xitay'nın yani Cungu Kompartiyasının tecavüzçülüğünü çekleş. Bütün dünya miqyası da Cungu Kompartiyasının tecavüzçülüğünü çekleş. Cungu'nun adil bolmagan soğudu siyaseti zerbi biriş. Cungu'nun yaman garazlik torbet faaliyetlerine zerbi biriş. Cungu'nun pentayni maddi buyumlarını ahırlaştırdı ve tügütüşke çıkardı. Cungu'nun halkara teşkilatlarını kontrol kılışını acizlaştırdı. Amerika'nın nöbetteki siyaseti pentayni ahırlaştırdı. Cungu'nun halkara teşkilatlarını kontrol kılış arzusunu, uğrunuşlarını, hareketlerini acizlaştırdı. Alanıma koştuğuma planı hem de Beijing'in Cungu'nun içki ve teşhidiki kişilik hukuku hılaplı kılış hareketini sürüştü kılışını ilgiri sürmez. Vatandaşlar bu nöbet gerçe 1. ayının 20. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Donald Trump murasimde vazife tapşırıp eliş murasimide sözlügen sözü de kişilik hukuk doğrusuda kan kuşadı toxtalmagan bolsa mı? Lekin siyaset manı müşiyede. Bu devlet mahkemesi de siyaset bop oturgu çıkıvatkan siyaset Amerika Koşmuş Ştatlarının siyaseti. Amerika Koşmuş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın siyaseti. Yani bir anlana hem de Beijing'in Cungu'nun işçi ve teşhide kişilik hukuku hılaplı kılış hareketlerini sürüşte kılışını ilgiri sürmez. Ama bu yeni siyaset Amerika Koşmuş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın yeni siyaseti. Bu hem içki siyaset ve yeki taşkı siyaset. Çünkü içki siyaset bunu halka tapşırış gerek. Muşne kılımız. Taşkı siyaset süptede Cungu'nun kişilik hukuku hılaplı kılış hareketlerini sürüşte kılışını ilgiri sürmez. Nöbetki prezident Donald Trump'ın siyaseti. Taşkı siyaseti. Nöbetki prezident Amerika Koşmuş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın kişilik hukuk siyaseti. Hem de Amerika'nın Cungu barlık yerden bir türlerini emelden kaldırmaz. Amerika'nın Cungu'ga barlık yerden bir türlerinin hemmisini emelden kaldırmaz. Bunun manisi nemeydi? Aralıkta silahı sözünde 2023 yılı Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi ve Devlet Meclisi kanun layığı makullap Cungu Kompartiyasının Cungu hükümetinin terakki kılıvatkan devlet işgalliğini bekar kıldı. Terakki kılıvatkan devlet işgalliğini bekar kıldı. Şunun için Amerika Koşmuş Ştatları ve başka Japonya'daki devletler terakki kılıvatkan devlet degen muş isim aslında Cungu'ya yardım berip kelivatkan edi. Şu günden başlap Amerika Koşmuş Ştatlarının Cungu'ya yardım beriş türleri, mesela tibbi davalaş, mağarip medeniyet degendek
işleri toxtulgan idi. Bugün endi Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining siyosatida endi bugün qayd qilindi. Jungoga beriladigan har qanday yordamni bekor qilamiz. Amaldan qoldiramiz. Iqtisodni taraqqiy qildiramiz. O'zaro iqtisodni taraqqiy qildiramiz. Mayli Jungo bilan bo'lsa ham iqtisodni taraqqiy qildiramiz. Amerika o'zining davlat manfaatini, xalqning manfaatini birinchi o'ringa qo'ydi deb ko'rsatildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining 2-oyning 13-kunidagi to'rbetni yangilash yoki Davlat Mahkamasining to'rbetni yangilash mazmunini yangilashning yangi mazmuni qo'shilgan yangi mazmuni yuqoriqiladi iborat vatandosh. Bu siyosetning javhari qayerdan kelyapti? Make America great again. Bu evet prezident Donald Trump'ның siyasi yani Amerika'nı qaytadan güllendirish, Amerika'nı qaytadan kuchga, qudratga ega qilish Amerika. Birinchi o'rinda yoki Amerika aliyul ala siyosatining bugun davlat mahkamasining to'rbat ramkasida tapqan inkasi yoki shariylangan mazmunidir.